Yangi tovuq chatayimiz. 2 metrlik uzunasi. Eni 1.5. Ko'ringlar. Oldi oxiri, tashqarida oxiri, suv idishi ham tashqarida. Eshikka o'rnatilgan. Shu oxir kaltob bo'lmasligi uchun tovuqlarga mana bu suv idishi tashqaridan. Bu oxir dom bergani. Mana eshigi. Tovuq eshigi. Taylari qalin setga. O tuxumga joy qilingan. Tuxum olgani. Xullas ichkariga kirilmaydi qaytib. Tuxumni ham tashqaridan olinadi. Mana chataylarimiz. Mana bu tuxum oladigan eshiklar. Yopib qo'yiladi. Yopib qo'yiladi. Mana kazaroylar chiqqan, suv tushmaydi oxirlariga. Mana